U dunyodagi eng ko'p rekord egasi bo'lgan inson hisoblanadi. Bu odam g'ayrioddiy. Endi 8 kilo pizza bo'lagini yemasdan oldin men, Chris va Chandler vaznimizni o'lchaymiz. Hammamizning vaznimiz 243 kilogramga teng. Biz Joeyni yengishimiz kerak. Biz yengilmasmiz. U asiga 104 kilogram. Xullas, men o'shanda semiz edim. Janob Joey, bu siz uchun maxsus tayyorlangan dunyodagi eng katta pizza bo'lagi. Hozir juda ochman. Bu rostdan mazali Bu ko'rinadi. esa 4 kilogram keladi. Go'yoki chaqaloq Chrisni yeyapsiz. Ha, men yeyman. Xo'p, endi nima Mana qilamiz? bu bizning pizza bo'lagimiz. Haqiqatan ham katta. Agar chet qismini yeb qo'ysam, shishib ketaman. U esa hammasini tugatadi. Bu yerda aynan bir xil hajmdagi ikkita pizza bo'lagi bor. Men, Chris va Chandler uchalamiz Joydan tezroq yemoqchimiz. Biz yutamiz. Lekin Joy maxluqdek yeyishini ko'rsatdik. U xohlasa 10 kishini yenga oladi. Biz og'zimizga ovqatlarni tinimsiz solgan taqdirimizda ham u darajada tez yeb bo'la olmaymiz deb o'ylayman. Yo'q. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Balki siz u qanday qilib 3 kishini yengishi mumkin deb o'ylayotgandirsiz. Lekin bu oddiy odamlar safiga kirmaydi. Joy Chestnut tabiat mo'jizasi. U dunyodagi eng kuchli ovqat yeyuvchi desak adashmaymiz. Endi boshlash vaqti keldi. Joy 5 soniyagacha sanab yeyishni boshlaymiz. 5, Xo'sh, tayyor turamiz. 3, 2. Yaxshi, tayyorlaning. Boshladik. Xo'sh, nima qildik? Yaxshi, ishni kesishdan boshlaymiz. Yo tavba, u nimalar qilyapti o'zi? Bundan tez yeyolmayman. U bizdan oldinga o'tyapti. Holbuki biz 3 kishi. Men deyarli Ishlashga bir qiyin-u. bo'lakni tugatdim. Voy, u bo'lakni buklab yemoqda. Shunaqasi osonmi? Oh. Bu ishni uddala olmayman. Allaqachon to'ydim. Yo xudoyim. Yo xudoyim. O'zimni gilam yeyotgandek his qilyapman. U kutilganidan ham tez yemoqda. Bora buni biror narsa bilan chalg'it. Bir nima o'ylab topib uni to'xtat. To'g'ri kesmayapsiz. Agar shunday qilib oxirigacha kessangiz sizdan iltimos. U hatto meni eshitmayapti ham. U bu yerdaligimni bilmaydi. U o'zi bilan o'zi ovora. Xudo oqaquli kabi. Ochig'ini aytsam, og'zimdagi ovqatni yutgim kelmayapti. Og'izni to'ldirib yeb ustidan suv ichib yuborsa osonroq bo'ladi. Ha, lekin mazasi bemaza-ku. Bo'ladi. Avval boshida o'lchaganimizda biz 243 kilogram edik. Hozir esa 248 kilogram. Atiga 5 kilogram vazn to'plabmiz, ammo baribir yutqazdik. Joyning g'alabasini nishonlash uchun men unga pizza shaklidagi kubok yasadim. Marhamat. O, ajoyib. Bu sizdagi kamar va kuboklarda chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin men uchun juda ham ahamiyatli. Bu eng mashaqqatli kuboklardan biri bo'ldi. Hech qachon bunchalik qattiq mehnat qilmagan edim. Tashrif uchun rahmat. Sizlarga rahmat. Agar siz ham kelajakda shunday videolarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Biz ko'proq obunachilarni videolarga taklif qilishda boshlayapmiz. Bu hazil emas. Kelgusidagi videolarda qatnashni istasangiz obuna bo'lib qo'ying. Joy haqiqiy daho. Ko'rishguncha.